İki savol so'raydi, shuningdan men tweetlab programmani. Biri, uzrab ketdi. biri Xitoyni qo'yib Uyg'urlar haplashyotdi degan izohat bor. Shuning davomlashayotgan bir zanjirsimon programmalar bo'layotdi. Biz ekran berish xizmat qilamiz deb bizmi hamdam bo'lib tosh-toqmoqqa bizmi qilyapmiz. Buning cheki qayergacha bo'ladi? Qachon nishonni Xitoyga qaratamiz degan bir savol bor. Ikkinchi savolim, Uyg'ur institutlar oranglarda bir ikki Qashda ikki do'ngda bismillah qo'llanma yetmaydigan tosh toqmoqning aytilayotganligini ko'rinyotdi. Men ishim munosabati bilan izlanmadim. Belkim ishning ichida bo'lganligingiz uchun o'zingiz bir izohatingiz bor deb qarayman. Bo'lsa shu haqdagi bir tushunchalaringiz yoki deydiganlaringiz bor deb qarayman. U haqda bir to'xtalib bermoqchiman. Shuni bilan program tugatsak, rahmat. Bo'ldi, birinchi savolingiz bek yaxshi. Qachon Xitoyga qarshi nima qilamiz deganda, oila ham Xitoyga qarshi qilyapmiz. Chunki menda bir narsa unutmanglar. Qallaning ichida o'g'ri bo'lsa, qallaning darvozasi tutmaydi qarindoshlar. Tamam? Qalla ichidan yiqiladi, teshidan emas. Teshib kelgan dushmanni, shaharni qo'rshab kelgan dushmanga sepilni ichib birdigan bir munofiq bo'ladi shaharning ichida. Shu ichib kelgandan keyin shahar yiqiladi. Shuning uchun qala ichidan yiqiladi degan bir gap bor. Shuning uchun bizning bu qalaning ichidagi munofiq, ya'ni hozirgi misaldagi har xil narsa bo'la oladi. Bu bizning cho'qim xoin deganlik emas. Dört adamlar, xato adamlarning bilimi yo'q, layoqatsiz adamlarning ishning beshig'i chiqib kelishi. Alparslan Turkashning gapini ko'rsatdim, ya'ni bir da'vo qilingan eng chong xoinlik layoqatsiz adamlarning ish beshig'i chiqib kelishi deydi. Bu bizning sepilning ichidagi munofiqlik yani. Buningdagi shunday ahvollar, shuning uchun nurg'unlar narsalar bor. Boshqalarning yo'lini kesish, ishlayotganlarning ishini buzish, kirib chaqadigan ishlar, masalan, Salih Xudoyevni biz chaqmadik deydi. Ey, sharafsizlar, bir mard bo'linglar, biz chaqdik, qanday qilsa deydi. Salih Xudoyevni ekstremist deb chaqmadinglarmi? Amerikada. Yani ekstremist degan oshqun, radikal degan gap. Chaqmadinglarmi? Men chaqmadik deyinglar, men ko'rsatmay chaqmadinglarni. Shuning uchun shu narsalarning ichi, hammasi shu ishlar bizning da'voning ichidagi marazliklar. Bular tuzilish kerak, o'ngshilish kerak. Bu sepilning ichida o'g'ri bo'lsa, darvoza tutmaydi. Shuning uchun mening deydigan bir gapim bor. Bu kurashning, bu da'voning ichi o'ngshalmaguncha tishi o'ngshalmaydi. Umid kutmanglar. Shunga Allohga shukr, hozir xalqning yerimi deydim, hozir uningdan ko'p, balki 60-70% chiqib bo'lgandek turdi. Tushundi nimdaligimiz uchun, ichini tushundi. Endi kerak narsa jiddiy suratda bir qurilmani shakllantirib, ya'ni qanday qilamiz degan narsani sistemlashtirib etib, undan keyindan harakatga o'tib ketishimiz kerak. Ya'ni inshaalloh bu shu oldimizdagi, ya'ni inshaalloh 2022-yili butun da'voning bir islohi oldu. Alloh xolsa. Undan keyindan o'lash hammamiz biroq Twitter'ga ko'chimiz, Facebook'dan. Facebook'dagi inqilob tugidi. Xalq tushundi bizning imdodimizni. Hammamiz o'lash Twitter'ga ko'chib, necha 100 hatta necha ming odam. O'lash amkin Twitter'da men deydim-ku, aktivistlar burun qilavergan ishlarni biz aytib kelimiz deb. Biz biroq o'lash berib, hamdam bo'lamiz, to'g'ri da'vo qilayotganlarga. O'zimga ikkinchi savolingiz nimdi? İkinci savol Uyg'ur instituti bilan bo'layotgan institut. Yani Uyg'ur tadqiqot instituti bu imzo to'plashimizdagi sabab bo'lgan, ya'ni bizning sabrimizni, stakazimizdagi suvni, turkchisi bardaqdagi suvni tashqizib etgan 3 tomchisining birisi. Ya'ni biz ularni aytimi betaraf turadi deb o'ylab, barliq tashkilotlarning o'rtasida sahifxon qilib rasmiy ishlangan biz rasmini desakchi. Bu institut samimiy ishida va har qaysi taraflarga sahifxon bo'lib o'rtasida turib xato to'g'ri narsalarni deyishalaymiz deb o'ylagan. Ammo unday bo'lmadi. Bu birinchi sababi, ya'ni qurultayning dasturxoni
davadagi betaraf ishni eg'ir besib ketirgan. Bo'libmi mudrini-chu, o institutning mudrini bo'libmi. O'zi to'g'ri deb bilim hukm chiqargan narsalarni dasturxonga kelganda uning qarshisini so'zlayadi ekan, yoqimiz jim tura oladi ekan. Shuning uchun bu bir xatolik bo'ldi biz uchun, ya'ni bu to'g'ri emas bunday bo'lsa, bu akademiya unday olmaydi, bilim odami degan chikkida turdi Abdurashid Qarluqdek. Ma'lum bor Abdurashid Qarluq ma'lum. Bir tal adam qolsin bu, yenida 10 ming adam bo'lsa-mu, akademik degan mushunda turish kerak, chikkida. Oshunda ulab ketish kerak hatto. Shu vaqtida u yo to'g'ri yo xato, uni tarixchilar berdi bahoni, ammo uning nimasi va inglizcha desak, charactersi var, kishiligi var. Akademik ziyoli deganning charactersi, kishiligi bo'lmasa, masalan bu bunda degan gap. Falanchi adam desa, ziyolidan birisini, masalan, vatandagi ismini atmayamdi, ammo vatandan bor bunday ziyolilar bir qatisi. Falanchi desa, o'li xuduksiraysiz, taptatsiz. Nimishqa onun bilisiz o adamın falanchi desa qanday qadamligini. Nimini to'g'ri ko'rdigini, nimini xato ko'rdigini bilisiz. Karakter, yani kişilik bade. Ama bazı adamlar var falanchi desangiz, ya bugun mayqaga, ertesi gün mayqaga, öğünü mayqaga, öğünü mayqaga, bugun degan gapini aytayotgan, yani bu akademik unda bo'lmaydi. Akademik unda latg'alabdek bunda qilsa, uni akademik demaymiz. O qalamini satgan deydi unda qadamni. Şunun için akademik degan tik durdu, tik. Nim bo'lsa mayli, xato bo'lsin mayli. Amerikaliklarning bir gapi var. Menimcha Malcolm X'ning gapi o deyman, bu xato qilib so'ztinglar. Malcolm X'ning gapi var. Sen xato yo'lda bo'lsang bu, ammo o'zingning nada turdig'ingni tik turib menga deb beralsang, men seni hurmat qilmay deydi. Malcolm X. Ondan bunda beli boş latg'alabdek bo'lmaydi akademik degan. Ammo maalesef afsus bizning diplomlik ziyolining 90% latg'alab. Meydanı yok. Bunda bir yekunlab chiqqan bilim meydanı yok, ilmiy meydanı yok. Bu bir. İkincisi OECD şirketleri, yani OECD'de Amerika, G'arbiy Avrupa ve Türkiye'nin bildiğimiz var. Teşkilatı, devletlerinin. Ularning şirketleri qanday qilganda Sharqiy Turkistondagi qirg'inchilikqa ismimiz, nomimiz aralashib qolmasdan tijorat qilib pul tepaverimizda bizning tashkilotlardan maslahat so'rabdi. Bizning tashkilotlar buni yig'in qildi, buni bizmi qatnashdik. Men va tashqi ishlar mas'ulimiz Amanulloh Qashqari. Ve bu yig'inda men dedimki, yani bu yig'in xato. Çünkü bu yig'inning aşı başlanish nuqtasi xato, çünkü bizning bu şirketlarga beradigan maslahatimiz Sharqiy Turkistonni boykot qil, chiqib tijorat qilma deyishimiz kerak. Biz kimning adimi dedim, yani biz kimning adimi? Agar biz bu şirketlarning adimi bo'lsak, biz bu şirketlarga maslahat beradigan maslahatchisi bo'lsak, qilsak bo'ladi. Ammo biz Sharqiy Turkiston tashkilotlarining vakili bo'lsak, bu xato. Biz Sharqiy Turkistonliklar nima qilmaysa, yani bu yerda tijorat qilolmaysa, bu yerda qirg'inchilik va jinoyat va deyishimiz kerak dedim. Shu bilan o institut bayonot beribdi, unda yig'in yo'q demdi, o hikoya cho'chaklar dedi. Ya'ni Ömer Kanat'ның peshonasichilikla ochiq ularning peshonasigacha. Ya unda emas desin. Bu da bir cümle izinglar. Dillar yag'an gap qildi, danglar men qo'yib berman shu videoni. Chunki yig'in xotirasining videosini oldik biz. Jurking bo'lsa chiqib danglar. Shu institut bilan bu masala shu. Vaqt itibariyle bir şey qilsak o'g'dik. Yana bir savol, chunki bundan keyin bundaq masalalar haqida to'xtalmaydigan boshqa mashg'ulotlar tufaylidan vaqt yetmaydiganligini bayatni deb o'tib ketdingiz. Buning uchun bugun programmani ko'rgan qarindoshlar uchun yana bir eslatma va yoki to'liqlama bo'lsin uchun so'rayman. Dünya Uyg'ur qurultiyidan nima talab qilasiz? Nima uchun bundan qarshi chiqyapsiz? Nimasiga qarshi turyapsiz degan bir savolni bir izohlat etgan bo'lsak. Gerçi cevabını bo'lgan savol, ammo bir ixcham shaklda. Nima talab qilamanda emasda, hozir men talab qilgan narsam yo'q Dunyo Uyg'ur qurultiyida. Faqat ularga bunday bir tavsiya, tafakkur, milliy tafakkurida bunday bir tavsiya beraman. Dunyo Uyg'ur qurultiyidagilar indigenous people degandan tezdan cheginish kerak. Agar bu millatning
Vekili emas bu. Ama bu milletinin balları olsa bula, bu yerden birincisi en tez surette çekiniş gerek. Bütün milletni veyran kılacağın nesi haber kıyırınışımız degende Xotanning bizim Cheriya kabilesi, Qashqarning bir nima kabilesi, G'uljuning Ipak yo'li nima Turpa yüzü kabilesi diye ketyapti bu ish. Qabilaga aylanib. Indigenous people. Jiq narsalar var, yani vaqt kelganda ochimizda men qo'yib qo'yapman, ammo abay qiyrinishimizdek bularni o'qib tushunib ko'rayotgan qarindoshlar yezinglar, so'zlanglar, sukut qilmanglar, sukutni yo'qotib ketamiz. Bu indigenous people'dan ciddi chekinish kerak. Agar chekinmasa, bular dört emas hain degan gap. Bu inoq bu. Atiqi rap-raplavatiqi indigenous people degan mustaqillikqa asli foydasi va deb yurgan kalmani var. Hey, reisim tövbe qilib bo'ldi, bu xato bo'libdi deb. Texnik juri sepalash. Endi birincisi bu, bundan chekinish kerak. İkincisi, Dünya Uyghur Kurultayı yaşlash kerak, yoshlar chiqish kerak. Üçüncüsü, Dünya Uyghur Kurultayı eğer bu davanın bir partisi bo'laman desa, bunu ben bir ochiqday, ichidagi xoinlarni tozalash kerak. Tamam? Tozalash kerak. Eğer bu işini kılamasa, Dünya Uyghur Kurultayı özüge özü çirep, özüge özü sesip, aldığımızdaki 10 yıl veya 15 yılda yok yaptı. Bu kadar emin. Nima uchun yo'qolib ketdi desangiz, yoshlar yo'q, varisi yo'q. Shu qancha yosh bor? Ayşehir'de bu Dildur Xonimnikida qo'ymichiliklarchu, yoshlarni boshqa tashkilotnikini jilib akilib o'tazib bizning yoshlarimiz deb xabar berib, u yernikini tartib akilib o'tazib bizning yoshlarimiz deb xabar berib, ammo tutib 6 milyon dolar yoshlarni tarbiyalash puliga yetishganmi bir Feychangandan bunun havalı. Bundan olsa bu teşkilatımızın kelgüsü bulmaydı. Bundaq bir g'emi var da, g'emi. Ba'zan insonlarning bu bütün xalqaro tanilgan bir bosqichga ma'lum bir nuqtaga kelgan bundaq bir cho'ng bir tashkilotni agar yiqitib va yoki ojizlashtirib buning bir zarar bergandan keyin buning o'rnini to'liqligidek ham bir narsani qilib bo'lolmay ziyon eshib ketadi deydigan. Siz hozir mushu plan qilayotgan bo'yicha o'ng qanotni eng qisqa muddatda qurashtirib chiqib ketishga ko'z yetdimi? Bu vaqtga ilgirlash bormi? Birinci mani bilinglar. Eğer Uygurlarga vekillik qilish qilmasligida chatag'imiz yo'q. Uygur nomi va dunyoga eng keng ko'lamda e'tirof qilingan organ so'rsanglar, uning ismi Dünya Uyghur Kurultayı emas. Şinjan Uyghur Abdunum rayoni. Şinjan Uyghur Abdunum rayoni dunyoga butunlay e'tirof qilingan, hammaga e'tirof qilingan eng cho'ng narsa. Ammo Uyg'urlarning manfaati vakillik qilamdi. Qilmaydi. Demek o hakkı tonuluş, nimi buluş emas meselenin muhimi. Muhimi milli iradeki vekillik kılamsa kılmamsa. Eğer de biz Dünya Uyghur Kurultayı bizde vekillik kılamdı kılmamdı onun çatırımız yok. Bunu dünya tonugan deydiği işimiz olsa Şinjan Uyghur Abdunum rayonunda bekerek tonuydu dünya. Kanun icraatını tonuydu, eminim tonuydu. Ama derdimiz ne bu onun bilen, bizim cidilimiz ne bu? Şinjan Uyghur Abdunum rayonu degen ya bizge vekillik kılmaydı o işgalçının koygan ismi deyimiz. Yani muhim narsa qanchalik yuvalliqdagi narsa emas. Muhim narsa xalqqa vakillik qilamni qilmamni bu muhim. Buni tushunish kerak oldinda. Meşruiyet mesela abay bir qirinchimiz dedi ya Tevfikxon. Mencha ular vakillik qildi deb yoqimiz ularning roli mandaq deb qurultay vakillik qildigan eng chong tashkilot dedi. Qarang u sizlarning mencha degan narsalar u ko'z qarashinglar. O ya to'g'ri bo'ldi ya xato bo'ldi. Mesela mencha atiyam qo'yishi mumkin. Ya to'g'ri ya xato. Hech qanday masala yo'q. Ammo bir tashkilot yoki bir hukumat bir xalqqa vakillik qilamdi degan narsa mencha sencha uncha deydigan ish emas. Mesela Gollandiya hukumati sizcha Gollandiya xalqiga vakillik qilamdi deydigan savol bo'lmaydi. Gollandiya hukumati vakillik qilamdi deganda savol shu, ya'ni nuqta shu, qaraydigan yer shu. Saylam bo'ldimi? Saylam adil bo'ldimi? Ve asas kanun boyunca saylamның neticesini muhalefet itiraf kıldı mı? Karşı taraf? Demek o vekillik kılıdı. Şunun için mençi vekillik kılıdı, alimçi vekillik kılıdı emez. Dünya Uyghur Kurultayı saylam buldu mu?
Saylam adil buldu mu? Hatta Mehmet Toklu'nun özünün gibi var. Bu saylamda bilet taşlayamaydı adamla taşladı da o saylamda jığındı diyen gibi gördük biz. Özgür tartıştı. Adil buldu mu bulmadı. Saylam buldu mu saylam buldu tallaş oldu. Onun kendin karşı taraf yığılgen taraf bunu itiraf kıldı mı neticede yığılgen taraf yok ki. Öktücü yok ya da cevap onun bunu saylam uçuşu var. Bunda olan diken bu yerden mençi itiraf kıldı, sençi itiraf kıldı emez. Ularning yani vekillik kıldı diyen gapçı mençe ular bizga vekillik kıldı, sençi vekillik kıldı. Bunu hepimiz kurup gel. Kanuni ve siyasi cihetten Dünya Uygur Kurultayı halka vekillik kılanmaydı. Hem kanunsuz hem gayrimeşru. Hem de biz bunu üçüncü noktanı koşup ettik. Halk mı bu kanunsuz ve gayrimeşru işgalligini halk mı bildi? Halk mı bunu bizga vekillik kılmaydı deb qaraydı deb üçüncü narsani koşup etdik. Qilishimiz bu. Şunun için mençe aşla vekillik kıldı ya bu en yoğun aşkı vekillik kıldı ya ki bu en tonul aşkı vekillik kıldı deyilgen şunmaydı. Vekaletini BDT'den çetellikten almaysa, vekaletini halkım dağılısa. Halkım dağılanmasa, sen vekillik kılmaysa tüydü. Çünkü davanın ilgisi halk. Şuna hem de bunun kim bulduğu işlerini nimo diye vaxtıda sözlü şartımız barlıq teşkilatlarla hem de resmi yığınlar başlandı. İnşallah bu nəsini kallımızda nimləmi var hem de. Planlar bu yo her xil senaryolar tayyorlıqlar. İnşallah bu nəsə çıxıdı bunu başqa bilmiyor. Başqa məsələ yox. Şuna qarindaşlar, sizlərə hem de en haqiqi abay dedim, iki tane vədə vergəntimdən birisi şəxsi işimini arlaşdırmayma. İkincisi namertlerge karşı mertçe ilişimiz degendim. Bugün üçüncüsü birey. Hem de tüvendericilik trolllarga bunda tep çıkan bunda akmas geplerge ben hem de cevap kaytırmayma çünkü işimiz var. Şunun için halkımız menimçe düşendirler. Kim rast gep kıvatıdı, kim ispatülen gep kıvatıdı, kim hayaya çüçüp gitti yağancılıkta menimçe halk düşendi. Şunun için benim bundaki ondan nesle cevap verişimden açtı. Kamı dedip karayma. Yeni birisi Uygur Tədqiqat İnstitutu müdiri Erkin Ekrem efendim sizge bir challenge iddia. Yağan Dilyar'ın diyen gibi yağan diyen gibi özünüzden sizlik bu pişanınızı Ömer'ninkidek o çıkıyor değil halkın ağzına. Benim gibi tüydü ama Allah'a rahmet eylesin. Baktım akım diken meşeye kadar bolsun. Aldığımız başka fırsatlar görüşelim. Allah'a emanet olun. Aman bulan.